Bo'ri sizni birinchi marta ko'rgandayoq yoshingizni, jinsingizni, hatto sog'lom yoki kasalligingizni bilib oladi. Ko'rmasdan ham, faqat bir marta hidlab. Bu fantastika emas, bu bo'rining haqiqiy qobiliyati va shu yerda savol tug'iladi. Buni kim aniqlagan? Bo'ri o'tirib, menga qara, men buni hid orqali bilaman deb tushuntirib berganmi? Albatta yo'q. Olimlar bo'rilarni 10 yillab kuzatishgan. Bo'yniga GPS taqib, ov paytida qaysi yo'lni tanlashni yozib borishgan va bir naqsh doim takrorlangan. Bo'rilar sog'lom hayvonlar orasidan sokin o'tib ketishardi. Lekin kasal yoki kuchsiz hayvonning hidini sezgan zahoti yo'nalishni keskin o'zgartirishardi. Shunday qilib, bu taxmin emas, minglab kuzatuvdan chiqqan xulosa ekanini bilishdi. Uning burni insonnikidan 100 baravar sezgir. 3 kilometr naridagi o'ljani bir zumda sezadi. Ov boshlanmasdan oldin u allaqachon nimani tanlashni biladi va bu faqat o'ljaga tegishli emas, boshqa